Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Yurtimizda aholining 35%ni bolalar tashkil etadi. Aynan shuning uchun ularning farovonligini ta'minlash mamlakatimizning kelajagi bilan bevosita bog'liq. O'zi yurtimizda bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish yo'lida qanday tizim qurilgan? Unda bo'shliqlar bormi? Qanday muammolar bor? Aynan bu savollarga bugun ochig'ini aytganda tok showimizning navbatdagi sonida javob topishga harakat qilamiz va bu yo'lda bizga Chilonzor tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazi direktori Baxtiyor hamda Yashnobod tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazi bosh mutaxassisi Ahror Dilmurodov yordam berishadi. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Yurtimizda o'sha bolalarning himoyasini ta'minlash, ularni ham ruhan, ham jismonan qo'llab-quvvatlash yo'lida ancha ishlar amalga oshirilmoqda. Bu bevosita o'sha davlat siyosati darajasiga ham ko'tarilgan. Aynan shuning uchun o'tgan yilning 17-dekabrida o'ziga xos strategiya qabul qilindi. Bu strategiya borasida sal ko'proq ma'lumot berib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Yurtboshimiz tomonidan farmon imzolandi. Ya'ni bu 2026-2030-yillarda bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish bo'yicha strategiya qabul qilindi. Bunga turtki qilib O'zbekiston Respublikasi Bogota harakatlar chaqiruviga qabul qilinganligi, bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish bo'yicha global alyansga qabul qilinganligi ham asosiy bir turtki bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Strategiyaning o'zi asosiy ustuvor shu vazifalari bor, ya'ni birinchisi bolalarga zo'ravonlikdan xoli muhitni yaratish birinchi o'rinda. Keyingi o'rinlarda esa zo'ravonlik holatlarini erta aniqlash, zo'ravonlikdan jabr ko'rgan yoki jabr ko'rish ehtimoli bo'lgan bolalarga ijtimoiy yordamlarni kompleks tarzda ko'rsatishni o'z ichiga olgan. Bilamiz, bizni yurtimizda bolalarni himoyasiga, bolalarga nisbatan zo'ravonlikka juda katta e'tibor qaratiladi. Bu strategiya esa mana shu sohadagi hamkor tashkilotlarni faqatgina ijtimoiy himoya emas, balki mana ichki ishlar tizimlari, maktabgacha ta'lim tashkilot, sog'liqni saqlash tashkilotlarini barchani hamkorlikka va sergaklikka chaqirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bilamizki, bolalarga nisbatan zo'ravonlikda bungacha faqat zo'ravon bilan ishlangan. Ya'ni zo'ravonga yo ma'muriy yo jinoiy javobgarlikka tortilgan, bolalar ko'pincha diqqatdan, e'tibordan chetda qolgan. Hozir esa mana shu strategiya bilan belgilab berilmoqdaki, endilikda bolalar bilan ham alohida kompleksli ishlanadi, zo'ravonlik o'tkazgan zo'ravon bilan ham alohida ishlanadi, hamkor tashkilotlar bilan birgalikda harakat qilinadi. Bu strategiyani ishlab chiqishning asosiy manbasi bo'lib, bizda o'sha bolalarni zo'ravonlikni barcha shakllaridan himoya qilish bo'yicha qonun qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida o'sha ona va bolalar davlat himoyasida ekanligi belgilab qo'yilgan. Bular o'sha asosiy manba sifatida bu strategiyani ishlab chiqishga asos bo'ldi va bu strategiya bilan bizda 2026-yil, 2027-yillarda uni amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi, ya'ni yo'l xaritasi deymiz, yo'l xaritasi ishlab chiqildi va bunga asosan ijtimoiy himoya Milliy agentligining oldida ham bir qancha shu jarayonni muvofiqlashtirish masalasida, ijtimoiy yordam ko'rsatish masalasida belgilab berildi, nima ishlar amalga oshirilishi. Strategiya natijasida bizda hozir 2026-yil 1-fevraldan boshlab professional tutingan oila xizmati yo'lga qo'yiladi va kichik hajmli ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markazlari tashkil etiladi. Bu tutingan oila xizmatiga bizda zo'ravonlik natijasida oiladan olingan bolalar va ijtimoiy og'ir vaziyatga tushib qolgan bolalar joylashtiriladi. Tutingan oila tashkil etmoqchi bo'lgan nomzodlar bular o'sha maxsus reabilitatsiya dasturi asosida o'qitilib, maxsus sertifikatga ega bo'lgandan keyin o'sha bolalar beriladi bunaqa oilalarga. Nomzodlar qanday tarzda saralab olinadi o'zi? Ro'yxat shakllangan oldindan va bundan keyin ham bu nomzodlar bevosita o'sha Inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qilib kelishadi doimiy. Biz uning ichidan ularni nomzod sifatida ro'yxatga olish xizmatimiz bor o'zi oldindan. O'sha xizmatlarimizni tashkil qilgan holda o'sha nomzodlar ichidan professional tutingan oila bo'yicha xizmat ko'rsatuvchilarga taklif qilamiz va ular o'zlari xohish bildirgan holda maxsus o'sha dasturda o'qib chiqishadi. Dasturda o'sha muvaffaqiyatli yakunlagandan keyin bu xizmatni ko'rsata olishadi. Professional oilalarni kichik hajmli oilaviy bolalar uyidan farqi nimadaki? Bunda farqi bolalar zo'ravonlikdan jabr ko'rgan bolalar vaqtincha joylashtiriladi. Ya'ni bu muddat 6 oygacha
joylashtiriladi va zaruratga qarab yana 6 oygacha bu muddat cho'zilishi mumkin. Aholimiz, xalqimiz ham bitta narsani to'g'ri tushunish kerakki, bizda noto'g'ri stereotiplar ham paydo bo'lmoqda. Endi nahotki biz o'z bolalarimizni tarbiya qila olmaymizmi? Endi har bir sal qattiq gapirsak yoki har bir anaqamizga davlat aralashadimi degan bir noto'g'ri stereotiplar ham paydo bo'lmoqda. Bolalarga nisbatan zo'ravonlikni o'zini chegaralari bor. Masalan, ma'lum bir chegaralar belgilangan. Bolaga nisbatan zo'ravonlik holati aniqlandimi? Bu aniqlanganda ishchi guruh tuziladi. Bunda ishchi guruhda Inson ijtimoiy xizmatlar markazidan shu bolalarni ijtimoiy himoya qilish sho'basida hozir aynan bolalarga nisbatan zo'ravonlik bilan shug'ullanuvchi mutaxassis hozir ishga olingan. Aynan shu mutaxassis ichki ishlar xodimlari, maktabgacha ta'lim tashkilotidan, sog'liqni saqlash tashkilotidan xodimlar mana shu vaziyatni chuqur tahlil qilib o'rganishadi. Strategiyada ham belgilanmoqdaki, erta aniqlash, to'g'ri baholash, vaziyatga baho beriladi, baholash natijasida xavf darajasi belgilab olinadi. Xavflilik darajasi, xavf yuqorimi, xavf pastmi? Misol uchun, agar oiladagi bolaga nisbatan zo'ravonlik holatida xavf darajasi past deb baholangan holatda bunda maxsus dalolatnoma tuziladi va dalolatnoma tuzilgandan so'ng shunda ham mahalla yettiligiga bu oila bilan doimiy ravishda kompleks ishlash majburiyati yuklanadi. Agarda xavf yuqori bo'lgan holatda bolani manfaatlarini himoya qilgan, bolani sog'lig'ini, jismoniy holatini hisobga olgan holda oiladan olishga majbur bo'linadi. Bunda ham o'sha vaqtincha, ya'ni 6 oygacha shu professional tutingan oilaga beriladi. Bundan tashqari oila bilan mehrli oila deb nomlangan shu dasturimiz ham ishga tushyapti. Boya ta'kidlab o'tganimdek, endi shu zo'ravonlik o'tkazgan oila a'zolari bilan ham ishlanadi. Muddat davomida zo'ravonlik o'tkazgan ota yoki ona yoki shu oila a'zolari bilan ham alohida shu Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan tashkil etiladi bu xizmat va bular bilan ham alohida ishlanadi. Biz bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerakki, bizning yurtimizda bolaning eng ustun manfaatlari, bola uchun eng qulay sharoit bu uning o'zini oilasi. Maksimal bolani oiladan olish bu eng oxirgi chora sifatida qo'llanadi bizda. Ya'ni agarda shu oilada bolani qolishi, bolani sog'lig'iga, bolani kelajagiga, bolani hayotiga xavf tug'dirsa, biz majbur bo'lamizki, bolani shu oiladan olishga. Shu mana shu reabilitatsiya dasturlarini o'talgandan so'ng ham agar takroran yana shu zo'ravonlik holati qaytarilgan holatdagina bolani shu oiladan olish va bolani tutingan ota-onalar, ya'ni o'sha kichik hajmli bolalar uylariga berish choralari ko'riladi. Mana hozir ta'kidlab o'tdingiz, shu tarbiyalashga haqqimiz yo'qmi deb aytishadi ota-onalar. Vaholanki butun dunyo bo'ylab yetakchi mamlakatlarda, Norvegiya, Kanada, Buyuk Britaniya, Shvetsiyada o'sha bolalarga hattoki baland ovozda gapirish ham mumkin emas. Ular bir amallab yaxshi bolalarni tarbiyalashyapti. Sekin-sekin O'zbekistonda ham bu tizimni kutsak bo'ladimi? Mana barchamiz ko'rdik, xursand bo'ldik. Mana yaqinda ham Sindarov shaxmat bo'yicha dunyoda yetakchilikni qo'lga olib, dunyoga shaxmat bo'yicha O'zbekistonning nomini taratmoqda. Misol uchun futbolchilarimiz Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov, mana shu yoshlar qanaqa sharoitda katta bo'lishdi. Bularni doimiy agar ota-onasi zo'ravonlik o'tkazib, ularni doimiy qo'pol qilib aytganda kaltaklab, doimiy ularga zo'ravonlik o'tkazganda, menimcha bunaqa yoshlar yetishib chiqmasdi. Bizni davlatimizni bu strategiyadan ko'zlagan maqsadi ham yurtimizda mana shuni sog'lom muhitda katta bo'lgan, sog'lom yosh avlodni yetkazib chiqarish. Aytmoqchimanki, dunyo amaliyotida bolalarga nisbatan zo'ravonlik juda ham keskin qabul qilinadi. Bizning yurtimizda ham aynan bolalarga nisbatan zo'ravonlikka murosasiz muhitni yaratish, ya'ni bu murosa qilib bo'lmaydigan holat sifatida qabul qilinishi va yana bitta narsani ta'kidlashim kerakki, strategiyada alohida belgilab qo'yildiki, endilikda bolaga nisbatan zo'ravonlik holatini ko'ra bilib turib xabar berilmaganligi uchun ham ma'muriy javobgarlik belgilanmoqda. Bunda bu qanday holatda bo'lishi mumkin? Bu bola asosan kunning yarmini maktabda o'tkazadi yoki mana oilaviy poliklinikalar bor. Misol uchun bola murojaat qildi, poliklinikaga oilasi bilan shifokor ko'rdiki, bolada jismoniy zo'ravonlik alomatlari bor. Ya'ni ko'karishlar bo'lishi mumkin, ishlanishlar bo'lishi mumkin. Shunday holatda endilikda mutaxassislar ham bu holat bo'yicha xabar berishlari majbur bo'ladi.
majburiy qilib belgilanmoqda. 2026-30 yillarga mo'ljallangan strategiyada yana bir eng muhim jihatlardan bittasi endi shunaqangi platforma yaratilmoqdaki, mana shu zo'ravonlikdan jabr ko'rgan bolalar ro'yxati shakllantiriladi. Endilikda yurtimizda hisobot yuritiladi bu bo'yicha. Shu kungacha bu bolalarga nisbatan zo'ravonlik o'tkazilgan holat bo'yicha aniq hisobot yurish juda qiyin bo'lgan. Chunki ko'p holatlarda bu holatlarni yashirish holatlari bo'lgan baribir. Endilikda shu platforma bo'yicha bu o'zaro integratsiya qilingan bo'ladi yetkazamlik hamkor tashkilotlar bilan va bu platformada zo'ravonlikdan jabr ko'rgan bolalar ro'yxatlari, zo'ravonlik o'tkazgan shaxslar ro'yxatlari ham bo'ladi. Endilikda bu 2030-yilgacha takomillashtirib boriladi bu, ya'ni zo'ravonlikdan jabr ko'rishi mumkin bo'lgan oila bolalari ham bu platformalarga kiritiladi. Shunda maktabga ham platforma ulangan bo'ladi. O'qituvchi bolani ko'rmoqda. Bola juda ham xushchaqchaq, o'yinqaroq edi, negadir yopilib qoldi. Unda shubha paydo bo'ldiki, demak bu bolani oilasida nimadir notinch yoki nimadir noto'g'ri ketmoqda. Shunday holatlarda mana shu platformada bolani kiritish orqali bizni e'tiborimizni jalb qiladi. Misol uchun biz o'sha oila bilan shug'ullanishni boshlaymiz. Shu maktab psixologlarini jalb qilgan holda bolani chuqurroq o'rganamiz. Unda nima holat yuz bermoqda? Erta aniqlash, to'g'ri baholash va yordamlarni o'z vaqtida ko'rsatish. Mana psixologlar haqida gap ochildi. Ularning o'rni ham juda katta. O'sha inson ijtimoiy markazlarda yetarlicha kadrlar bormi? Yurtimizda har bir viloyat, tuman shaharlarida inson ijtimoiy xizmatlar markazi tashkil etilgan. Deyarli har bir inson ijtimoiy xizmatlar markazida psixolog, yurist shtatlari mavjud. Bular o'z faoliyatini yuritib borishadi. 12 ta toifa bo'yicha aholiga xizmat ko'rsatishadi. Bu toifalarga kam ta'minlangan oilalar, zo'ravonlikdan jabr ko'rgan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, shu ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar, mana shu toifaga kiruvchi oilalarga xizmat ko'rsatishadi. Bizda asosan bu yerda maktab psixologlari ko'proq yordam berishadi, chunki bola ko'p holatlarda zo'ravonlik holatini bizga aniqlashda hamkorliklarimiz shu maktablardan ham ko'p, o'qituvchilar tomonidan ham ko'p murojaatlar bo'ladi, chunki bolalardagi o'zgarishlarni birinchi baribir ular sezishadi. Ular sezishgandan keyin biz o'zaro birinchi o'rinda maktab psixologlari bilan hamkorlik qilamiz. Maktab psixologlari bizga birlamchi ma'lumot olib berishadi. Shundan keyin biz oilaga kirishni boshlaymiz. Oilaga kirish ham dabdurustdan kelib kirilmaydi. Vaziyatni to'g'ri shu chuqur tahlil qilinadi. Har bir mahallada hozir ijtimoiy xodim bor. Mana shu ijtimoiy xodimlar orqali biz shu oila haqida ma'lumot to'playmiz. Oilani hozirgi holati, oilani statusi qanday, mana shular haqida ma'lumot to'plab, shoshmasdan, lekin tezkor xizmat ko'rsatamiz. Shu farmonga ko'ra turli viloyatlarda kichik shu ko'mak markazlari ham tashkil etiladi. Adashmasam Qashqadaryo, Navoiy va Xorazmdan boshlanar ekan bu ishlar. Nega aynan bu viloyatlar tanlab olindi? O'zi o'sha viloyatlar kesimida ahvol qanday yurtimizda? Bilasiz, har bir islohot bosqichma-bosqich jamiyatga sekinlik bilan kirib boriladi. Bunda ham uchta hudud tanlangani, endi hudud jihatidan yaqin atrofdagi viloyatdagi bolalarni qamrab olish nuqtai nazarda, ya'ni Xorazm, Samarqand atrofidagi viloyatdagi bolalarni jalb qilishdan boshlanadi. Keyinchalik yilning oxirigacha bu har hududlarda joriy qilinadi. 2026-yil 1-martdan mehrli oila xizmati yo'lga qo'yilyapti. Inson markazlari bevosita bu xizmat bo'yicha arizalarni olishadi va o'sha har bir tumanlarda bolalar masalalari bo'yicha komissiyasini qarori bilan qo'llab-quvvatlash markazlariga yo'naltiriladi. O'sha inson markazini yo'llanmasi bilan yo'naltiriladi. Qarorni bolalar masalalari bo'yicha komissiya chiqaradi. O'sha ota-onalar uchun ham xizmat ko'rsatiladi. Ya'ni bola bilan tarbiyada o'sha qiyinchilikka yo'l qo'yilayotgan, ya'ni ertaga aytaylik bu vaziyatga aralashilmasa, ya'ni to'g'ri yo'nalish berilmasa, o'sha onasi tomonidan yoki bolani qonuniy vakili tomonidan bolalarga nisbatan zo'ravonlik holati bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarni oldini olish uchun birinchi navbatda ota-onalar bevositaga bu xizmatlar ko'rsatiladi. Biz o'sha zo'ravonlik natijasida oiladan olingan bolalarni bu markazlarga o'sha komissiyani qarori va inson markazining yo'llanmasi bilan joylashtiramizda. Bu yerda o'sha bolalar bilan to'g'ri ishlash, uni psixologiyasi, uni tarbiyasi, onaga bo'lgan munosabatlari, xullas individual yondashgan holda bola bilan ishlanadi. Jarayonda bizni inson markazlarini yoki shu ijtimoiy himoya tizimida bolalar bilan ishlaydigan mutaxassislarni ham dastur bilan alohida professional darajaga yetish uchun ularni alohida o'qitish,
ularni professionalligini oshirish bo'yicha ham ishlar amalga oshiriladi. Boya siz yuqorida aytdingiz, o'sha tarbiya nuqtai nazaridan baland gapirish yoki qandaydir yo'nalishlarda biz aniq o'sha chegaralarni belgilab olishimiz juda muhim hisoblanadi. Ya'ni aynan zo'ravonlik holatimi yoki tarbiya uchun qilingan harakat nuqtai nazaridanmi va bu narsalarni biz ota-onalarga targ'ibot o'tkaziladi, tushuntiriladi. Hamkor tashkilotlar bilan birgalikda ishlanadi. Bevosita og'ir vaziyatlarga to'xtalib o'tsak, o'sha xavf yuqori bo'lgan oilalardan bolalar olingandan so'ng albatta o'sha protsessual jarayonlarsiz ish o'tmaydi va bu borada bolalarga qanday yuridik yordam ko'rsatiladi? Zo'ravonlikdan jabr ko'rgan bolalar sud tartibida, sud protsessual tartiblarda ko'rilganda bolalarga bepul advokat xizmatlari, bepul yurist xizmatlari yo'lga qo'yiladi va endilikda shu sudga Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan murojaat qilinganda, Inson ijtimoiy xizmatlar markazi ham mana shu boj to'lovlaridan ozod qilingan holda murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Va yana buni ta'kidlash kerakki, endilikda bolalardan shu tergov jarayonlarida yoki ko'rsatuv olinayotganda video yozuvga, tasmaga imzolab yozib olinadi. Chunki bungacha shunaqa holatlar bo'lganki, bolalar bilan ishlashda, bolalar bilan o'sha so'roq-javob paytida 4-5 xil odam kirib, har safar u bolaga har doim shu savol, shu qanday bo'ldi, u odam senga nima qildi degan har doim bu savollarni berishi har safar bolaga ortiqcha travma bo'lgan. Shuni hisobga olgan holda ham endilikda bepul shu yurist konsultatsiya xizmatlari yoki bepul advokat xizmatlari va inson markazlariga shu boj to'lovlaridan ozod qilish, ya'ni o'sha sudga murojaat qilinganda to'lovlardan ozod qilish xizmatlari ham strategiyada belgilab o'tilgan. Yana bitta savol qolib ketdi. O'sha xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda ko'plab mamlakatlarga o'sha ma'lum ishonch telefonlari bo'ladi. Bizda bunday raqamlar bormi? Albatta, bizda ham ishonch raqamlari bor. Ya'ni bu qisqa 112 qisqa raqami va o'zimizda ijtimoiy himoya milliy agentligining 1146 qisqa raqamlari orqali mana shu tazyiq zo'ravonlikdan jabr ko'rgan bolalar yoki tazyiq zo'rov o'ziga nisbatan zo'ravonlik bo'lish ehtimoli bo'lgan bolalar ham mana shu qisqa raqamlar orqali murojaat qilishi mumkin. Bizda 100% anonimlik saqlanadi agarda u bolani xohishiga qarab. Masalan, agar bola o'zini shaxsi aniqlanmasligini xohlasa, anonimlik saqlanadi. Ya'ni bunda uni o'sha oila a'zolariga yoki uni atrofidagilariga yoki mahalla-ko'y hech kimga bu narsa e'lon qilinmaydi. 100% anonim holda ish olib boriladi. Yana bir og'riqli savol, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ko'rganmiz, o'zimiz ham guvoh bo'lamiz. Mana masalan, metrolarning oldida yoki yer osti o'tish yo'laklarida ko'plab o'sha sadaqa so'rab bolalarni ko'ramiz, salfetka sotadigan bolalarni. Bu borada qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Bolalar ekspluatatsiyasi desak, bu mubolag'a bo'lmaydi, ya'ni bola mehnatidan foydalanish. Bola ma'lum bir yoshgacha, balog'at yoshi yoki voyaga yetgunga qadar davlat tomonidan berilgan bepul ta'limdan foydalanish kerak. Bu uning huquqi. Bolani huquqini hech kim buzishga haqqi yo'q, hatto uni o'z ota-onasi ham. Bunaqa holatlarni biz juda ko'p ko'ramizki, mana ko'chalarda shu maktab yoshidagi yoki bog'cha yoshidagi bolalar shu aytganingizdek salfetka sotish yoki sadaqa so'rash ota-onasi tomonidan bunga majbur qilinadi. Ya'ni maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda ana shu oilalar bilan ham alohida ishlanadi. Chunki bola o'zini yoshida maktabda ta'lim olish yoshida u ta'limga jalb qilingan bo'lishi shart. Shunaqa holatlar ham bo'lganki, biz mana shu bolalarni ko'rib aniqlab oilasiga borganimizda ota-onasi ta'jubda, men bolam shunaqa ish qilib yurgan ekanmi, ko'chada yurgan ekanmi, ota-onaning o'zini xabari ham yo'q. Yoki shunaqa holatlar bo'lganki, ota-ona shunaqa ko'rsatyaptiki o'zini, yo'q, men bolam unaqa ish qilmaydi, shunaqa ekanmi deb turib, keyingi kuni boshqa kunida shu ota-onani o'zi endi sen bu chorrahada emas, endi bu chorrahada turasan, seni bu yerda ko'rib qolishdi, endi sen bu chorrahada turasan degan holatlari bo'ldi. Endilikda bolalarga g'amxo'rlik ko'rsatmaslik ham zo'ravonlikning shakli sifatida malakalanadigan bo'ldi. Ya'ni bolani o'sha sog'lig'iga e'tibor bermaslik, bola o'sha to'yib ovqatlanmasligi, bola shu ta'limga jalb qilinmasligi yoki bolani shu ta'limdan majburiy tartibda olib qolish ham bu bolaga g'amxo'rlik ko'rsatmaslik sifatida malakalanib, bu bolaga nisbatan zo'ravonlik shakli sifatida qabul qilinadigan bo'ldi. Bu strategiyani qabul qilinishi bu yurtimizdagi har bir bolani huquqlari, manfaatlari va qonuniy erkinligini ta'minlash uchun qabul qilingan bo'lib, 2026-yil 1-sentyabrdan bu strategiya bilan o'sha bolalarni protsessual harakat paytida davlat tomonidan to'liq yuridik xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yiladi. Bu bilan o'sha sud harakatida, sudgacha bo'lgan protsessual harakatlarda o'sha vasiylik va homiylik organi vakili bevosita bolani
bilan birgalikda ishtirok etishi belgilangan. Video kuzatuviga yozib olinadi, qonunchilikda yo'q edi. Bu harakatlarni ishtirokchisi, ya'ni guvohi bo'lgan odam, aytaylik, maktabda yoki poliklinikada ko'rgan odam murojaat qilib xabar bermasa ham ular ma'muriy javobgarlik belgilandi. Va bizda strategiyani muhim jihatlaridan bu tizimdagi muammolar keyinchalik shu ilmiy tadqiqotlar asosida amalga oshirilishi muhim qadam qilib belgilab berilgan. Bizda mana strategiya 26-yil, 30-yilga mo'ljallangan bo'lsa, uni yo'l xaritasi 26-yil, 27-yil uchun ishlab chiqildi. Keyingi yillar uchun uni yo'l xaritasi bizda o'sha tadqiqot o'tkaziladi. Tizimda, jamiyatda duch kelayotgan muammolarni o'sha ilmiy asoslangan holda o'rganib, keyinchalik qadamlarimiz, keyingi rejalarimiz o'shani natijasida belgilab berilishi ko'zda tutilgan. Rahmat kattakon, bugun vaqt ajratib studiyamizga kelib bu dolzarb masalaga to'xtalib o'tganingiz uchun. Umid qilamizki, bu strategiya nafaqat qog'ozda qolib, balki amaliyotda ham o'z natijasini ko'rsatadi. Ilg'or xalqaro tajribalar haqida ko'proq ma'lumot olish uchun maxsus reportajimizni ko'rishingiz mumkin. Har yili dunyo bo'ylab millionlab bolalar uyda, maktabda, internetda va hatto ko'chalarda ham zo'ravonlikka duch kelishadi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, sayyoramizdagi barcha bolalarning yarmidan ko'pi, ya'ni 1 milliarddan ortiq voyaga yetmaganlar jismoniy, psixologik va jinsiy kabi turli xil zo'ravonlik shakllarini boshdan kechirishadi va ulardan bor yo'g'i 10% dan kamrog'i yordam oladi. Bolalarga nisbatan zo'ravonlik nafaqat travma, balki umr bo'yi davom etadigan chuqur psixologik oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Xo'sh, mamlakatlar bunga qanday qarshi kurashishmoqda va mutaxassislar qaysi usullarni eng samarali deb hisoblashadi? Bolalarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashda xalqaro tashkilotlar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi UNICEF bolalarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi global kurashda asosiy ishtirokchi hisoblanadi. Tashkilot 190 dan ortiq mamlakatlar hukumatlari bilan hamkorlik qilib, zo'ravonlikning oldini olish, oilalarni qo'llab-quvvatlash, zo'ravonlikka qarshi kurashish va bolalar huquqlarini himoya qilish dasturlarini ilgari suradi. UNICEF shuningdek hukumatlar muayyan choralar va dasturlarga sodiq bo'lgan bolalarga nisbatan zo'ravonlikni tugatish bo'yicha global majburiyatlar kabi xalqaro konferensiyalar va tashabbuslarda ishtirok etadi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti mamlakatlarga oldini olish strategiyalarini ishlab chiqish, ma'lumotlarni kuzatish va zo'ravonlikning oldini olish bo'yicha tavsiyalar tayyorlashdi. Jumladan mutaxassislar uchun treninglar hamda oilalar uchun profilaktika dasturlarida ekspert yordamini ko'rsatadi. Bolalarni onlayn jinsiy ekspluatatsiya va zo'ravonlikdan himoya qilish uchun tashkil etilgan We Protect xalqaro ittifoqi esa davlat, xususiy va fuqarolik jamiyati tashkilotlarini birlashtiradi va butun dunyo bo'ylab raqamli makonni bolalar uchun xavfsizroq qilish ustida ishlaydi. Ko'plab nodavlat notijorat tashkilotlar ham bolalarni himoya qilish uchun ishlaydi. Masalan, AQShning Child Help tashkiloti zo'ravonlikning oldini oladi va davolaydi. Buyuk Britaniyaning Afrika tashkiloti esa afrikalik bolalarning huquqlarini himoya qiladi. Shuningdek, xalqaro Wave Trust xayriya tashkiloti zo'ravonlikning asosiy sabablarini bartaraf etish ustida ishlaydi. Yetakchi mamlakatlar tajribasi va amaliyoti. Bir nechta Yevropa mamlakatlari huquqni muhofaza qilish, ijtimoiy va sog'liqni saqlash xizmatlarini birlashtirgan keng qamrovli himoya modellarini joriy etmoqda. Ularning yondashuvlariga chuqurroq nazar soladigan bo'lsak, masalan, Shvetsiya bolalarga nisbatan har qanday jismoniy jazoni to'liq taqiqlagan ilk davlat hisoblanadi. U yerdagi asosiy usul profilaktika, oilalar bilan erta ishlash, ota-onalar uchun majburiy ta'lim, shuningdek kuchli ijtimoiy xizmatlar. Norvegiya esa Barn Awareness tizimi bilan tanilgan. Uning farqli jihati bolaga tahdid bo'lganda tezkor aralashuv, idoralararo hamkorlik, ya'ni maktab, shifokorlar va politsiya bilan birgalikda ishlash. Germaniyada bolalar huquqlarini himoya qilish bo'yicha aniq qonunchilik bazasi bor. Usul huquqiy himoya va oilaviy qo'llab-quvvatlash. Jazolashdan ko'ra yordam ko'rsatishga ko'proq e'tibor qaratiladi. Kanadada esa bolalarni himoya qilish bo'yicha kuchli hududiy xizmatlar mavjud. Ularning farqli jihati jamoaga tayangan yondashuv, ya'ni maktablar, notijorat nodavlat tashkilotlar va mahalliy jamoalarning faol ishtiroki. Avstraliyada zo'ravonlikni erta aniqlash tizimi yaxshi rivojlangan. Usul o'qituvchilar va shifokorlar tomonidan majburiy xabar berish amaliyoti. Buyuk Britaniyada milliy ishonch telefonlari va aniq harakat protokollari mavjud. Mutaxassislar shuningdek ota-onalarga ijobiy ota-onalik ko'nikmalarini o'rgatish muhimligini ta'kidlashmoqda. Bu oiladagi zo'ravonlikni kamaytirishning samarali usuli. Bundan tashqari, onlayn tahdidlarning ko'payishini hisobga olgan holda ayrim tashabbuslar raqamli makonda bolalarni himoya qilishga qaratilgan. Jumladan
jumladan xavfsiz onlayn xulq-atvorni o'rgatish. Yaqinda ba'zi mamlakatlar 16 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni taqiqlashdi. Masalan, Avstraliya 2025-yil dekabr oyidan boshlab 16 yoshgacha bo'lgan bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini butunlay taqiqlagan dunyoda birinchi mamlakat bo'lib, platformalardan katta jarimalar tahdidi ostida bolalar uchun u yerga kirishni bloklashni talab qildi. Daniya, Ispaniya, Fransiya, Norvegiya va boshqa davlatlar esa yoshlar uchun yengilroq cheklovlarni ko'rib chiqishmoqda yoki allaqachon joriy etishgan. Shu tariqa guvohi bo'lganimizdek, dunyoning yetakchi mamlakatlarida eng muhim umumiy jihat bu ko'p tarmoqli yondashuv, maktablarning faol roli va tezkor aralashuvdir. Aziz teletomoshabinlar, biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. UzReport TVni kuzatishda davom eting. Xayr.